Hammaga salom gamerlar. Bugun My O'yin News va bugun biz smartfonning zaryadini va protsessorini ayab o'tirmaydigan hozirgi kunning eng qaynoq va eng dahshatli grafikaga ega yangi o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Bugungi ro'yxatimizda shunchaki zerikarli o'yinlar emas, balki gamerlar olamining portlayotgan haqiqatlar bor. Agar sizning telefoningiz kuchli bo'lsa, tayyor turing. 1. Zenless Zone Zero SSS Cyberpunk va betartiblik. Ro'yxatimizni dahshatli grafikaga ega Zenless Zone Zero o'yini ochib beradi. Bu shunchaki Cyberpunk va shahar muhitidagi anime uslubidagi o'yin. Jang tizimi shunchalik tezkor va silliqki, tugmalarni bosishingizga ulgursangiz bo'ldi. Qolganlarini reflekslar hal qiladi. Kuchli protsessorlar uchun ayni muddao. 2. O'zining Waves grafikada inqilob. Bu o'yin o'zining grafikasi va ochiq dunyosi bilan internetni portlatib yubordi. O'yinda dahshatli kombinatsiyalarni amalga oshirish, devorlarga tirmashib yurish va maxsus yomon kuchlarni o'zingizga bo'ysundirib jangda ishlatishingiz mumkin. Lekin oxirini turib qo'yamiz. O'yin shunchaki og'irki, o'rtacha telefonlarni xuddi vahshidek qizdirib yuboradi. 3. God Breaker Rogli RPG Tezkor action. Agar sizga uzoq syujetlar emas, balki kutilgan zahoti dushmanlarni yer titratadigan tezkor o'yinlar yoqsa, mana shu sizga haqiqiy top o'yin. Bu o'yinda murakkab boshqaruv yo'q, shunchaki tortasiz va qo'yib yuborasiz. Qahramoningiz esa dushmanlarga safiga dahshatli tezlikda bostirib kiradi. Xuddi kutilmagan vaziyatlarda refleksingizga ishga tushib ketgandek tezkor jang qilish kerak bo'ladi. Xulosa. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, kutilmagan vaziyatlar nafaqat o'yinda, balki telefonda ham bo'lishi mumkin, ayniqsa batareya qizib ketganda. Xo'sh, siz ushbu o'yinlardan qaysi birini birinchi bo'lib yuklab olgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi sharhlarda ko'rishguncha